Yo, hello do'stlar, assalomu alaykum. Bugun ukamni Minecraft'da video olamiz. Aytgandim olaman deb. Hop, yangi karta anaqa qilibdi, yaratibdi. Ikkita karta yaratdi. Voy. Ikkita karta yaratibdi va mana birinchisi mana bu va ikkinchisi. Va men ukam Minecraft'da mana karta yaratib yuribman, kechkisi men degan. Zombilar jitillar kelib shunaqa qilib yurdi. Men karta shu pasport narsalarni tekshiraman. Xo'p, mana shu ukamning kartalarini tekshirib chiqamiz yana. Bu ikkinchi qism. Mana buni o'zim qildim va bular ukam. Voy. Va birinchisiga kiramiz mana. Va do'stlar, ajoyib uy bor ekan buni. Men kirib ko'rgandim. Va like bossangiz qarang orqaga, like bossangiz buni ko'raman. Yo, buni qarang. 1 2 va 3. Kichkina uy-ku bu desangiz, kichkina uy emas. Voy. Bu sho'rva ekan. Bu sho'rvami bu do'stlar? Yo, to'xtanglar. Olovrang damlama mana bu bor. Qani? Ha do'stlar, bu sho'rvaga mana buni solibdi. Voy. Men nima qilib qo'ydim do'stlar? Bu uyni voy, qaytadan rasm yopishtiramiz bunga endi. Yo-mayo. 5 marta suqdi. Yo, 6 marta. Va menga anaqa quyosh botayotgan rasm kerak-da ana u. Do'stlar, like bosmayapsizlar-da. Like bossangiz chiqadi shu, like bossangiz. Oxirgi imkoniyat va yo-mayo. Kim qizil ekanmi? Hop. Ko'rdingizmi do'stlar nima qilib yubordim? Yo, mana bunda narsalar bor. Va nima kerak yana menga? Bunda nima bor yana? Bu televizor. Yo-mayo do'stlar. Sofunik. Robux. Ye do'stlar, men yozibdi. Men nikimni yozibdi bu yerga? Roblox bilan Free Fire, Minecraftniki yozmabdi. Mana Free Fire nikim bu do'stlar, rostdan ham. Hammasi kichkina harf va qattiq xida. Shoxchoq 15 pastgacha. Robloxniki ham shoxchoq 130. Va like bosib, follow bosib qo'yasizlar va bu karta ketdi. Va endi bunga kiramiz. Yo-mayo. Uxlash kerak bunda. Hop, mana uy buni. Yo, chiroyli ekan. Tashqarisi Taygada video olyapti bu. Hop, taygada video olyapti bu do'stlar. Taygada bu video olyapti. Bunga do'stlar podarka beraylik do'stim debman ukamga. Do'stimga o'rganib qolibman. Do'stim bilan video olardim-ku. Do'stim deb pay. Bunga hozir biz do'stlar qo'y narsa qilamiz bunga. Yo'q. Qo'y sovg'a qilamiz. Nimalar bor bunda?
bunga bugun kirdi shekilli do'stlar. Bu kartaya bugun kiribdi bu. Endi mablag' qilasizlar. Hali uyni bitirmagan bu do'stlar. Men kirib bu endi o'ynab o'tibman. Voy, bu daraxt kerak emas bunga. Bu daraxt shart emas bunga do'stlar. Bari bu kam kreativ. Survival videosi. Ukamni kartasida birinchi qismda video olgandim, eslaringizda bo'lsa. Ana shu video bizning sinfga tarqab ketibdi. Ana shu video. Ana shu video bizning sinfga tarqab ketibdi va hamma aytib o'tibdi. Rostdan ukangning kartasida o'ynadingmi? O'zing yasamadingmi? Nima rostdan ham o'zing yasadingmi? Hamma aytib o'tibdi. Yo'q, bittasiga kurib ketdi. Rostdan ukang bormi? Yo'q, men ukam bo'ldimi? Bordi. Ukang rostdan ham bormi dedi bittasi. Bunday do'stim. Rostdan ukang bormi deydi. Voy bля. Ukang bormi deydi. Yo'qmi ukam? Obunachilardan so'ra desam, ishonmaydi. Obunachilardan so'ra desam. Mana eshikni qo'yamiz. Ha, buni uzunroq qilish kerak. Yo'q. Mana. Yo'q. Ana bo'ldi. Yerga qo'yamiz. Xo'p. Beshta qo'y yetadi. Negaligim ko'rasiz. Yo'q. Brankanaga yarashadi. Yo'q-mayu. Yo'q, bular nima qilib yotibdi? Yo'q, bular nima qilib yotibsizlar? Ikkalang. Hozir nima qilishimni ko'rasizlar do'stlar. Nima qilmoqchiligimni bilgandirsizlar. 5 ta qo'y, 10 ta qo'y bo'ladi. 5 ta qo'yda qanday qilib 10 ta qo'y bo'lishini tasavvur qilinglar. Tiqilma. Bittanga beraman. Ana endi ko'rasizlar nima bo'lishini. Yo'q. Kichkina bosh katta. Boshi o'zidan katta. Va endi mana bunaqa jigarrang. Xo'p.